Bugungi kunda kir yuvish mashinalarining turi juda ham ko'p, lekin ular o'z o'rnida har xil, o'zgacha xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi, ajralib turadi. Volmer brendining 10 kilogramli VLC6 SLD10 model kir yuvish mashinasining ushbu sinfdagi boshqa raqobatchi sheriklaridan qanday farq afzalliklari mavjud? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchidan, ushbu kir yuvish mashinasining eng asosiy afzalligi albatta 10 yillik kafolatga ega DD inverter motoriga egaligi bo'lib, elektr togini tejab, ortiqcha sarflanishni oldini oladi va shovqinsiz ishlaydi. Ikkinchidan, 12 xil yuvish programmasiga ega, barabanning daqiqasiga 1400 aylanish bilan chayish va boshqaruv ekrani rangli va to'liq sensorligi bilan ajralib turadi. Uchinchidan, yuvish jarayonida ultrabinafsha nurlaridan foydalanib, turli mikrob va bakteriyalardan tozalaydi hamda suvni 95 daraja haroratgacha isitishga qodir. Shuningdek, aylama barabani avvalgi avlod barabanlardan farqli ravishda ichki qoplamasi silliqligi hisobiga kiyim matosini ortiqcha qiynamay, zo'riqtirmay, go'yoki paypaslab erkalatgandek aylantirib yuvadi. Natijada kiyim matosi eskirishi, ishqalanishi tufayli mayda dumaloqchalar paydo bo'lishini oldini oladi. Barabanning ichi mayda brilliant tosh donalari bilan qoplangandek taassurot qoldirgani uchun Diamond Drum deb nom berilgan. Kir yuvish vositasini kiyim hajmiga mos ravishda avtomatik tarzda dozaga ajratib, taqsimlab ishlatishi qoyil maqom. Yana bir muhim jihati, baraban ichida hidlanib, dimlanib qolmasligi uchun kiyimlarni yuvib bo'lgach, eshik avtomatik tarzda qiya ochiladi. Eng asosiysi, qulay va zamonaviy kir yuvish mashinalarini Volmer brendidan topasiz. Volmer, sifat va zamonaviylik uyg'unlashgan texnika.